Agar siz shpaklovkadan shkurka qiladigan bo'lsangiz, shkurkadan chiqayotgan chang sizni yuzingizga tushib, siz bezovta qilayotgan bo'lsa, okajonim sizga apparatni yomon topib qo'ydi. Ko'ryotganingiz Lead kompaniyasidan shkurka apparat, buni ustalan tilda jirafa deyshadi. Mana nimaga jirafa deyshadi? Ko'ryapsiz, kaltda uzun qilib ishlatsa bo'ladi. 220 volt ishlaydi, soatiga 8 watt tok rasxod qiladi. Endi оборотga keladigan bo'lsak, minutiga 2100 оборот ishlaydi. Mana ko'ryapsiz. 5 ta etapda 5 ta tezlikda ishlaydi. Xuddi shu ko'rayotgan shkurka apparatimizni o'zidan chiqqan changi mana bu ko'rishingiz mumkin, qopiga yig'adi. Xullas, diskini razmeri keladigan bo'lsa 215 bo'ladi. Ishingizga qarab, grubiy melki shkurkani bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Changlarni o'ziga yig'adi. Umuman sizga chang-pang chiqarmaydi, ishingizni akkuratlik ko'rsatib beradi. Xuddi shunaqa apparat kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Do'konlarimizni eslatib o'tamiz. Chinoz dehqon bozorining yonginasida joylashgan, pastda nomer murojaat qilaverasizlar.